Assalomu alaykum. Butun dunyodagi barliq aziz Sharq Turkistonliklar hammalarniki bugungi kuni xayrli bo'lsin. E, Bugungi programmamiz Rossiyaningki Ukrainaga tajovuzi va Sharq Turkiston masalasi to'g'riliq bo'ldi. Hammalarniki programmamizni ko'rish jarayonida programmani hambarilishni va bizni qo'llashinglarni taklif fikringlar bo'lsa bizni aymasliklarini umid qilamiz. Bugungi programmamizniki aziz mehmoni Erkin Akram Efendi Hacettepe Üniversitesi, Türkiye Hacettepe Üniversitesi Qonun ve Stratejiya fanlari o'qituvchisi mutaxassis doktor Erkin Akram Efendi. Erkin Akram Efendi hoş geldiniz. Hoş bulduk, rahmet. Sizga ko'pdan ko'p rahmat. Bugungi programmamizniki asosli mazmuni Rossiyaning Ukrainaga bo'lgan tajovuzi to'g'riliq bo'ldi. Hamda programmamizni vaqt munosabati bilan jiddiy boshlab ketaveraylik, chunki Erkin muallimniki vaqtini aytqiz. Suhbatimizniki temasiga kelsak, birinchi savolimiz Rossiyaniki Ukrainaga tajovuz qilishi ikki ittifoqlikni qo'lga keltiribdi hozir. Yana bu demakchi bo'lganimiz Ukrainaning ichidagi Zelenskiyning rahbarligidagi xalqning ittifoqligi bilan yana birisi bo'lsa, shu chaqchiki shu g'arbdagi o'zaro bargan sari ziriklashayotgan, munosabati ziriklashayotgan demokratik allarniki orasidagi shu ittifoqlik hamda shu bugungi gap xabarlarga qaragan chog'da Amerikadagi Cumhuriyetçiler Partisi bilan Demokratçılar Partisi shu Uyg'ur masalasidan keyin yana bir qitim nihoyatda ching bir ittifoqlikka o'tibdi. Ukraina tajovuzga uchragan shunday bir og'ir vaziyatda Zelenskiy faqat shu bir necha kunning ichida nihoyatda cho'ng bir natijani qo'lga keltirdi, ham dunyoda qahramon ataldi. Buningdan boshqa ham nurg'un sabablar bo'lishi mumkin albatta. Siz doktor Erkin Akram Efendi shuni tushuntirib bersangiz, dunyo shunday bir birlashadigan paytni saqlayotganmidi yoki bu paytni Zelenskiy o'zining botirligi bilan yaratdimi? Agar natija nihoyatda yaxshi bo'lsa, mushbati g'arb davlatlarininki bu ittifoqligi bundan keyin shunday davomlashib ketaveramdi. Rahmat. Rahmet. Aslında bundak bir kütken bir netice emas. Yani g'arblarning arasında ittifaq kurulganlığı hakkında. Çünkü bu kinki 10 yıllıktan beri Avrupa Amerika arasındaki münasebetler pek yaxşı emasdi. Hem de g'arb degan bu hukumun içidimi devletler arasında bunda bir yakınlıklama burunqidek ittifaqlık bir yakınlıkma pek görünmüyor. Şununla Amerika'nınki yeni saylamda o Biden sayılıp kelgandiki o o'zininki şu tashqi siyosetini bayon qilgan chog'da birinchidan şu Amerika'nın o'zini kuchlantirish. Amerika kuchlangan taqdirda xalqlar Amerikaga hujum qilolmaydigan va til yetkazadigan, yani til soladigan bunda bir ahvollar bo'lmaydi deydi. İkincisi bu burunqi ittifaqdosh devletler, şerik devletlerini yeniden bir ittifak kurup yükselgen Xitay ve Rusya'ya karşı çıkış. Üçüncüsü Xitay'daki devletini xalqaro tüzümge ekirip, sistemge ekirip durup, onu hem de hazırki halinden özgertiş. Bunlarını kılıp kilovatlattı. Avrupa devletler, Garp devletlerge ziyaret kıldı, ulavlarımı çıkıştı. Xitayga karşı nurg'un bazı teşkilatlarımı kuruldu. AQSU olsun, bu 5 köz olsun, Indo-Pasifik strateji planları olsun degende. Bular hemmisi asla buluvatatdı. Ama Xitayga karşı Avrupa'nın bazı devletlerinin ki biraz tatındıgan bir yeri vardı. Bu olsa iktisat. Çünkü bu Xitayga karşı Amerika ile birlikte hareket kılgan çağda iktisat cetten bir ziyan tatıdığanlığını. Ama Garp devletlerinin ki ortak bir kıymet karaşları boğanlığını, şununla
qimmat qarash bilan manfaatni, ya'ni iqtisodiy manfaatning orasida qilib qolgan bir ahvol bor. Shuningga Xitoyga qarshi ko'rinishda Xitoyga bisim ishlatgandek tursinmi, ammo amaliy jihatdan Xitoy bilan shu iqtisod jihatdan bunda uzib tashlaydigan bir ahvol yo'qdi. Aslında Amerika mı shunday? Amerika mı hozir Xitoy bilan ilib borgan tijoratmi 600 va 700 milyar dollar arasında? Amerika mı bu iqtisod jihatdan, tijorat jihatdan qutulgan emas? Shunda bir paytda bu Ukrayna meselesining chiqishi Yevropalıklarni hamda yeniden bir o'qitish bo'ldi. Çünkü 18-19 asırlarda, yani 18. asırın 70'li yıllardan keyin Rusya güçlenishga boshlaydi o. Ama 19. yıl boyunca Yevropaga tehdit sağlayan bir Rusya vardı. Onu ta ki 2. Dünya Urushu'dan keyinki bu Sovyetlerninki güçlenişi bilan Avrupa devletler, G'arbiy Yevropa devletler Rusya'nınki keltirgan bu xavfsizlik bisimga biraz mecburi bir şekilde tatip kelgan bu bisimga chidab kelgan. Soğuk jang tugagandan keyin bular rahatladı. Yevropalıklar, Sharqiy Yevropalılar rahat bo'ldi. Yevropa Birliği kirganlar Yevropa Birliği kirdi, NATO kirganlar NATO kirdi. Ama Amerika'nınki bisimiga unmagan, yani NATO'nınki bu güçleniş için a'zo devletler hammasi aidat to'lash degani, yani her devletninki iqtisodiy kuchni o'lchaydigan GDP'ninki %2'sini berish degani. Bunimi tuzukroq belgini yo'q. Ama Rusya başta 2008'de Gruziyaga besib kirgan chog'da bular bir tayyorliksiz bo'lgan. Shuningga Rusya nayda o'ng'ay bir şekilde o devletni ishg'ol qilib, onundan keyin ikki asonliq millatninki rayonininki odamlarini, ya'ni xalqini da mustaqilligini biz to'laymiz deb e'lon qilgan. Shuningga bu 2014'te Kırım'ni Rusya tatib olgandan keyin bu Yevropa ve G'arbliklarga ikinci qitim bir agallantirish bo'ldi. Bu yerda hamda Rusya buni qilib ketmaydi deb o'ylaydigan qadam bordi. Ammo Krimni ib bo'lgandan keyin bu G'arbliklar tushunishga boshladi. Shuningga bu mayli Yevropa bo'lsin, NATO bo'lsin, bo'libmi NATO, shu Sharqiy Yevropada harbiy kuchni kuchlantirishga tirishdi. Bu mabek biraz astırdı, kadem kadem git barattı. Ama Rusya tuyuksuz bu Ukrayna'ga işgal kılış ve bununla can içişi bu Avrupalıklarını, G'arbliklarını 3. qitim agalamış. Bu agalandırışta eğer de yanı okanmasa yanı bulmaydı diyen gepemdi. Şununla bu Rusya'nın kılmışlıklarına karşı hem tarihi ötmüşü hem de hazırki ilk bağın taşkı siyasetteki memnun emesem. Shuningga bu paytda bunda bir vaqa chiqqandan keyin G'arbliklar darhol bu qadama tiz qadam bilan Rusiyaga bisim ishlatishda ba'zi siyosatlarni ilib bordi. Ba'zi siyosatlar, misolga Shvetsiya degan devletler bu tarafsiz bir devlet. Yani normalde bunda cidallarga aralashmaydi. Ama bu da şu 2. Dünya Urushu'ndan beri ilib borgan siyasetini tashlab qo'yib ve Rusiyaga ambargo ishlatishni boshladi. Misolga Germaniya 2. Dünya Urushu'dan keyin shu insonga ziyon beradigan qurollarni asan satmaydigan bo'ldi. Nurg'un devletler bu Germaniyadan qurol setib ilish biraz qiyin. Mana Germaniya mı 70 yıllık siyasetini almıştırıp bu Ukrayna'ga kural berishga başladı. Başta belki insanlarda bak Germaniya şu bir doktorxonanınki malzemeni bireyli, ondan keyin başka takaydigan o metal bilan yasalgan o
o'qqa qarshi nima qilgan o nimani miğferni bireyli degan. Bütün dünya bununla kuygan. Ama qisqa bir zaman vaqtning ichida Germaniya mı bununla ambargo qarshi, yani Rusiyaga ambargo bisim ishlatishga başladı. Shuningga g'arbliklar budaqi üçüncü qitim agalandirish bilan birlikda bir birlik qo'llanğandek ve birlikde ko'rinyapti. Yalnızla bu g'arb dunyosi emas, nurg'un shu nimalar, tashkilotlar, NGO'lar bularmi Rossiyaga yoki shu Putinning o'zigami ba'zi bisimlarni ishlatish uchun ambargo siyosatini ilib beryapti. Bu da dunyo hammasi bu Rossiyaga bisim ishlatgandek ko'rinyapti. Ama ba'zi davlatlar undaq emas. Misolga Hindiston, Xitoy bo'libmi bunday qilmayapti. Misolga Japoniya nihoyatda aktiv bu meselede. Gerçi Japonya ama Garp devletinin statüsünde. Kim bilir, yani Rusya mağlup olsa özününki kurul Stalin tatvagan kurul aralları var. Yani, şu peytte ilvalımız mı da onu planladı mı? Yani bu Garplıklarınki Rusya'ya karşı bu hıl ittifak bence burun planlığa emez. Şu ceryan, ebeme anlatkan ceryan bile birlikte asta payda oldu deb düşünmem. Bu xil qachongacha devam qildi? Tabii Rusiyaningki Ukrainadagi bu jangning to'xtagan chog'da balki yoki chekingan, yani chekinib ketgandan keyin yoki Putin futurib o'tgandan keyin belki biraz acizleşiş mümkün bu birlikler. Ama Garp devletleri eğer de bu birlikni bir fırsat kılıp görüp bu birlikке başka manalarını, başka mezmunlarını qitib turup bu birlikni yana devam kılıp buludu. Bu kelgüsünde şu Garp devletlerindeki şu birlikni qandaq qo'llab qilishga bog'liq. Xo'sh. Rahmat. Demak, bu yerda g'arbdagi demokratik ellarninki bir manfaatiniki birlashgan nuqtasi deb qarashga bo'ldi ekanda bu masalani. Shunday. Ko'pdan ko'p rahmat. Hamda ikkinchi bir masala, hamda Rossiya hozir bu bank sistemasi SWIFT degan bu pul yo'tkaydigan sistemdan chiqaritildi. Anadaki nurg'un davlatlar havo qatnashi, dengiz, hatto tez yetkazish, mol yetkazadigan bütün nimalarni to'xtatibdi. Hatto tantarbiya, madaniy faoliyatlardanmi ruslarni qo'g'lab chiqarishga boshladi. Anadaki shu sotsial media platformalari, Twitter, Facebook deganlar, anadaki olmimi, hatto shunday tijoriy shirkatlarmi Rossiyada mal setishini to'xtatgan bir ahvol bor. Yani bu yerda G'arbniki Yevropa mutaxassislari Rossiya yurgizgan bu qitimqi embargo tarixdagi eng og'ir embargo bo'ldi. Rossiyaniki iqtisodini hatto butun vayron qilib o'tish mumkin deb shunday fikrlarni yurgizyotdi bir necha kunda yaqin. Sizningcha dunyoning bu xil birlashishi Rossiyani qanday bir oqibatga mubtalo qilib qo'yadi? Rossiya bu urushda endi boshlangan bo'lsin, futur bo'ldimi? Hamda bu Putinning oqibati nima bo'ldi? Rossiyachi. Buni bir tushuntirib qo'ygan bo'lsangiz. Rahmat. Xo'sh. To'g'ri, bu dunyodan kelgan bu finans pul muomalasi ambargosi va iqtisod chetdi, tijorat chetdagi ambargosi Rossiyaga nihoyatda bir ig'ir zarba beradi. Ama Rusya'nı %100 yo'qotmaydi. Yani izib ona ma'qul deyizamaydi. Sebep birincisi şu Rusya şu jangga necha yildan beri tayyorlik qilib kelgan. Shuningga g'azinasida 600 milyardan ko'p bir dollarni saqlab qo'ygan. Çünkü bundaq bir hozir siz deb o'tgan bu SWIFT degan bu nima uslub bununla Rusya'nınki chet el bilan bo'lgan tijoratini
pul muomalasini kesgan bo'ladi. Ya'ni Rossiyaga dollar kirmaydi degan gap. Dollar bo'lmagandan keyin bu boshqa davlat bilan yoki yevro bo'lmagandan keyin boshqa davlatlar bilan tijorat qilish qiyin bo'ladi. Shuningga Rossiya misoliga Turkiya bilan, Xitoy bilan ancha-muncha shu o'zining pullari bilan bir tijorat qildigan bir qoidalarni asta-asta chiqarayotgan. Undan keyin Xitoy pulimi bu xalqaroniki qarz ilishda 5 xil cho'ng pulning biridir. Shuningga Rossiyaning qo'lida Xitoy puli bo'lsa, yana Xitoy bilan bu tijoratni qilib ketalaydi. Misoliga Rossiya bu Iran bilan tijorat qilib qolsa-mi, İranmı şu neçə yıl, 10-20 yıldan beri şu ambargo siyasetinin ki bismide. Onun mu tüzükrek nime çet pul yok, dolar, euro degan pul yok. Şununla bula bazen sen malını bersen, ben A malını birey de onun ki kıymetini hesaplap muşuna ticaret kılıyor. Şununla bu Rusya başka devletlerle özge yakın olan devletler, misal deyli Kafkasya'daki devletler, Orta Asya'daki devletler, Xitay degende, Hindistan degende devletlerle bu xil ticaretlerini ilip baralaydı. Hem de bu bazı devletler Xitay Rusya bile kılıvatkan ticarette pulunu alamaydıgan bir halığı kip kaldı. Çünkü Rusya'nın ki bu hazinede saklap tutan pulunu kalganca hem de xəşilgil olmaydı. Bunda bir peyde Rus kıyınını kalıdı. Ondaqda Rusya şu Ukrayna uruşunu çakan tüketiş lazım. Çakan tüketiş için üç taraftan muasır ektoru hücumunu tizleştiriş lazım. Tizleştiriş için çokum şu aldığı uçurganını urup Araplardan, tanktan hatta bazen şu başkurulu bulduğum şu roketlerini işitiş bile bunu tizleştiriş mümkün. O vaxtda hem de Ukrayna'ya naydı qattiq ziyan bəgən oldu. Çünkü bu xil uruşda nurgun insanlar öldü. Bu Rusya'nın ki siyasi məqsədi şu nimenin ki hazır biz görüyatımız var mı? Hem şark tarafının ki müstakillığını tunuş hem de Ukrayna devletinin ki bu hazırki Zelenski'nin ki hakimiyetini almıştırış. Yani Rusya'ya yakın olan bir kocak hakimiyetini tiklep koyuş ve çıkıp gidiş. Bence derhal çıkıp gidemeydi. Çünkü bu kocak hükümetini qoğdap qilish Rusya yanımışadı kalıdı. Ama bir can toxtadı degenden kim bazı isimler biraz azalış mümkün. Rusya'nın asta bu işlep çıkış cette ve mal setiş cette bulup mu enerji ve bu kural setişte bir payda alalaydıgan bir halığı kiliş mümkün. Fakat Garplıklarının ki əbəqi dep ötken bu ambargo siyaseti Rusya'nın ki bu canını uzutup koyduğan dek durdu. Sebep bu hazırki Ukrayna hükümetindeki boğan bu kollaş yalnızla bu nime emez, siyasi, diplomasi emez. Bir yerde kural naydı muyum. Bulup mu Rusya'nın ki arplanını ve tanklarını vurup yoktalaydıgan kurallarını bildi. Bu xil kurallar hem de Rusya'nın ki hücum kılışını astalıştırıp koydu. Hem de koluğa xil kural kelgendikin Rusya'ya karşı bir xil nime yani karşı canını kılalaydı. Eğer de Ukraynalıklar bu partizan uruşunu yaxşı bilse ki terbilengen bolsa deymende hem de talim terbiye algan bolsa ve bu koca uruşu deydi can kılışı. Bunu kılalıgan takdirde Rus'unu bek avar kılıdı. Yani Ukrayna'nı işgal kılgan takdirde mi Rusya bir yerden çıkamaydıgan bir halığı düşkülüş mümkün. Gerçi bu 2. Dünya uruşuna akırlaşkan vaxtlarda 1945-44. ayda
Muşu Berlin'de mi muşundaq koçu uruş bolğan. Ama bek dehşet bolğan. Germanlar, nemisler mi Rus askerini çık öldürgen, Rus askerler mi köge adamını ajna öldürgen. Bek vahşi bolğan. Ama besip kelgen tecavüzçiler tutup aldı. Nemisler tutamadı da. Şununla bu Rusya hazır Ukrayna'da mı tecavüzçü de bulamdı Ruslar. Ular tutulamdı. Tutalış için tiximi köp asker ekiliş lazım. Tiximi köp asker ekiliş için tiximi köp pul xərcləş degan. Tiximi köp pul xərcləş için pul bir yerden keliş lazım. Hazır şu jang başlanğandan keyin Rus halkı şu bankada saklanan pullarını ilverişe tırışıp. Şununla Rusya bu rubleninki üsümünü %20 östürüp. Yani sen pulunu banka koysan, bankaya bizim işletmesen, bankaya jığılıvamısan, bu finans yani pul muamelesi sistemi bozulmasa pek yaxşı bulduğu deydi. Ama bu pulunki üsümü %20 yani 100 ruble koysan 120 ruble buludu duraydı. Şununla bunda üsüm yaratkan vaxtıda hem jang bilan birlikte bu yeydigan içidigan muşundaq nimeler mallarınki bahası üstüdür. Bu enflasyon degan bir mesele. Enflasyon ösüp ketken takdirde hem de Rusya özününki iqtisadi bilan şokunuşqa mecbur kalır. Yani Rusya'ya hem harbiy jetden, hem ticaret jetden, iqtisad jetden, psikoloji jetden muşunda bir muasırığı ep durup bir bisim işletken takdirde Rusya'nın içinde cemiyet karakterlik hatta belki şu yukarı seviyedeki adamlarının arasında yani serhil adamlarının arasında mı bazı inkazlar güçleniş mümkün. Hazır mı? İnkazlar var yani bu Putin hata kılıvadıdı deb. Eğer de evvelki ben degan ahvallar payda olup kalsa bu inkazlar güçlenip ketken takdirde Putin'e karşı bir cemiyet karakterlik ve siyasi karakterlik güçleniş mümkün. Eğer de bu güçlenip ketken vaxtıda Putin'inki saylam işi kıyın bokalığı. Yani Ukrayna'da tutamay hem de memleketinin içinde avaz alımen de o avaz alamay. Meyli bir diktatörlük bile bisim bile o uyum bile alımen disime yani burun kıdek alamıgan takdirde o ökücü partiyle güçündü diyen gibi. Onundan ki bu Rusya'nın yanı bir küçük parti var Komünist Partisi. Yani burunki Rusya'nın Komünist Partisi'nin devamı. Küçük parti var ama Sovyetlerini esleydiğen adamlarını bu partiye girişkandı. Bula Putin'inki ötkende 2. ayın 21. günüde Rus halkıga bergen nutukta şu Sovyetler İttifakı'nı Bolşevik hükümetini tırlap saran kıldı. Lenin'le, Stalin'le. Şuna bulamı kapa. Onundan kim bu Rusya'nın demokrasi istediğin insan hakları ekmek verilen bazı küçük partiler bulamı kapa. Şununla bu Rusya'nın içidimi bir çatak çıkan vaxtıda bu Ukrayna'ya ilip bağlan bu canının bedeli iğir bulur. Eğer de kısa vakitte bunu canını tok tutarsa o vaxtıda Putin futuvagan bulur. Hiç olmasa futur etmegen bulur. Şununla bu canının uzayıp gidişi Putin'le şu Ukrayna'ya bağlaş deyince. Xuda öz vaxtıda Afganistan'da Ruslarını 10 yıl bağlıvagandek. Xuda Amerika'nı mı Vietnam'da uzun yıl bağlıvagandek. Aşına bir ahval çıkıp kalsa o zaman o vaxtdaki töylemler, bedeller tekimi iğirleşti. Yani Ukrayna canını futuru tişilerle ahırlaştı. Bunda bir peydemdi. Kim kazanırdı? Garplıkla kazanırdı. Hazırcı hem de hazır körvatkanımız köygellerden şu analizini diyelim. Rahmet. Yani bir kichik
Әмілiyetine ait çoğun savol. Yani qısqa bir savol. Putin agar mushundaq tuyuqsiz yo'lga kirib qoldi hozir, davlatining ichida xalqninki, siz degandek boshqa tashkilot o'rinlarninki qarshiligi, sirtda bo'lsa bu tuyuq yo'lga kirib qolgan urush, intizorlikda aslida 2 kunda oyoqlashtiradigan urush hozir 6-chi kuni bo'ldi. Hamda atom bombasi ishlatish ehtimolligidagi bir ehtimollik bormidi yoki bu faqatla dunyoni qo'rqitish uchun qilayotgan bir o'yinmi? Rahmat. Bütün şu yadro kuralga ilgi bo'lgan devletler mındaq deydi. Biz bu kuralni mutafiye için işletimiz. Yani birisi bizge urup sağgan olsa biz onunla karşı uruş kılış için işletimiz deydi. Yalvızlar muşu Putin deydi, ben urmen salımen dedi. Yani hücum kılgan çağdım işletmen dedi. Bu gapni digili yeni emas. Yani kinki muşu 10 yıldan beri tepkili vardı. Bulupma muşu 2008'de Gruziyaga besib kirgan vaqtida dunyoda jiq tanqidlar bo'ldi. Ama 2009'da bu nima Rusya hükümeti yani Putin'inki vaqtida bir mutafiye kanunu çıkardı. O mutafiye kanununda bir qancha o'zgartish kirgizgan. Birisi Rus xalqi va Rusiyaga ziyon beradigan har qanday odam bo'lsa, Rusiya uningga qarshi chiqadi deydi. Bu qurolli urushma shunga kirdi. Ikkinchisi bu hozirgi biz degan yadro qurolni ishlatalayman. Buni deb kelgandan keyin butun dunyo bundan ansiraydi. Bo'libmi Rusiyani bunda sıkıştırıp hem dünyadan hem dünyanın hem sahalarından bu besim işitiş misalga Putin'in judo nimasında teşkilattan çıkırıp tuttu misalda değil mi? Şunun okşaş küçük teşkilatla küçük yerden mi şu Putin'le sıkıştırıyordu. Hem de Ruslarını nime şimalı kutup iyik dep tonuydu bu. Bir iyikni eğer de aşındak çemberge ip durup sıkıştırgan vaxtıda iyik hem de bir ölüdüken ben başta ben bulanı öldüreyde itilip çıkırdı. Şununla bizimki atıboğumuz, çarıcılık hayatta vaxtıdaki atıboğumuz iyikni avlaydıgan vaxtıda o çemberninki bir kısmını uçuk koydu. Buna hukuda hilal aydek bir kısmını uçuk koydu çünkü o iyik ben miyedim kaçalayman o dep tuğaşka sanga itilip çıkışı biraz acizlaydı. Şununla iyikni öldürüş pek kıyın hem de. O vaxtıda ok yayıyla öldürdüğün diye, mızrak ile öldürdüğün diye. Ama o kirisi kıylın, yağ kıylın, o okla, mızrakla ötmeydi. Şununla ama köksüge uruş lazım. Köksü uruş için bu iki puturlar da kopuş lazım. O kopkandan kinla sana hücum kıldı degen gap. Öyle tirikken vaxtıda bir kopup onun için sana hücum kıldı. Şu bir sekundun içinde aşı köksüge neçe okunu urup ona aşı öldürüş lazımdı. Şunun hem de Rusya'nın ama eğer de çemberçe aşı muhasırga ilip kıyınıgan vaxtıda bununki işiltip bilişinki ihtimali var. Yadro kurallarınki hılı var. Kiçikleri, təsir küçük boğanlar, özü küçük ama təsir küçük çoğun boğanlar hılı var. Hem de bu çoğunu işletmek, küçüklerini işletip durup, şu bütün insanlığa ziyan vermeydiğen bir şekilde bir kurallarının işletip biliş mümkün. Ama o vaxtda da Ukrayna tügüşüdür deyin. Çünkü bu atom bomba şu 1945 yılı 7. ayının 16'sı da Amerika'da birinci katım sınavdan öttü. Ötkenden kinla bu naydı güçlük bir bomba gedip Japonya'da 2 katım bir sınav edip bağan oldu. Japonya'da. O vaxtda hem de atom bomba güçlük bir bomba adaplı tonadı da. Ama bu 2 bomba patlagan bütün dünyada
Amerika'nınki o insanlara karşı bunda atom bomba işletişini bu insaniyetke mas kelmaydigan bir xil e, tavır, bir xil hareketler tanqidga uchirdi. Bununki atom bomba yasagan injenerlarmi tanqidga uchrab ketdi. Bu Germaniyadan Amerikaga ketgan bir ataqliq injener var, alim var, Einstein, hemimiz bilimiz. Muhbirlar Einstein'dan soraydı. Deydi bu Üçüncü Dünya Uruşu qandaq boludu? Onunki sualı hem de Üçüncü Dünya Uruşu'da atom bomba işletildi degan ma'noda so'ravdi. Einstein manda javob berdi. Men Üçüncü Dünya Uruşu'ni qandaq bo'lganligini bilmayman, ama Dördüncü Dünya Uruşu'ni men bilaman deydi. Qandaq bo'ladi desa, insanlar jang qilgan chaqda tayoqni ilib, toshni ilib, bir-birisiga etib jang qiladi deydi. Bununki davatqini Üçüncü Dünya Uruşu bütün insanlıknınki medeniyetini yo'qli qilib o'tdi degan. Yani insanlarınki qancha ming yildan beri mushunday yig'ib taraqqiy qildigan medeniyet yo'q bo'ldi degan. Shuningga bu bütün insanlarni qo'rqitadigan bir xil qural bu. Endi deylik-ki, Rusya o Ukrayna'nınla urib yo'qotalaydigan atom bombani ishlatgan bo'lsa, u vaqtida Angliya va Amerikami ishlatib qilish mumkin Rusiyaga. U vaqtida Rusiyami bu dunyodami xaritadami silinib tashlash mumkin yani. Bumi Rusiya uchun xatarlikchi bu. Bularni birlikda o'ylagan vaqtida Rusya ishlatmaydi deb o'ylayman. Yani atom bombadan biraz töven derecedeki ama köp insanlarını öldüreleydiğen bombaları var. Bularını belki işitip kılış mümkün. Tiyirken vaxtıda evvel gibi bu iyikni muhasır edip sıkıştırgan vaxtıda o itilip çıkırgan bir ahval oldu. Belki o xil bombalarını işitiş mümkün. Men hem de şahsen bunda atom bombanı işletmesin degan düşüncedemdi. Bu düşüncede bo'lg'achqa Putinmi ishlatmaydi deydigan xiyolni real qilib o'ylab shuna da'vatimi, ama ruslar ba'zan qattiqdir, tirkakdir, achchig'i kelgan chog'da nimani qildigan bir millat. Shunga yana ozroq bo'lsa ehtimol bor, ama ehtimolning cho'ngi atom bomba ishlatmaydi deb o'ylayman. Nəhayət yaxşı düşündürüb berdiniz, rəhmət. Aldığım gün mən Norvegiyanınki gazetlərdə şunday xəbər çıxıbdı, ama yod tabletisi dükanlarda, doğruxanalar tüyəpsibdi. Şu atomnınki vuruşudan qorxub yod tableti payda qılarmış. Radiasiyanın aldın aldı demdi. Yani bir sualımızı başlaştım. Burun bir yerde bir qeyrindeşimiz nemi qıptı? Bir savol so'rabdi. Yani Free Uyghurs from Forced Labor in China deydi. Hozir Ukrainani qo'llab Yevropa va boshqa davlatlarda namoyishlar bo'lyotdi. Men Erkin akamdan biz Uyg'urlarningki ularning namoyishlarini qo'llasak yaxshimi, o'zimizning bayroqlarini chiqsak bulamdi deb bu savolni so'rabdi. Anadaki Ukrainaningki mustaqilligini qo'llayotganligimizningki bizga foydasi bormi deb buni bir qarindishimizga javob bersak deb o'ylayman. Rahmat Erkinka. Hoş. Köp rahmet bu qarindishimizga. Aslında bu Rusya'nı tanqid qilgan chaqda Rusya buni Uyg'ur tashkilotlarimi bizga qarshi deydi. Bu bir şekilde o O'rta Osiyodagi bizning Uyg'urlarga besim bo'ldi. O'rta Osiyodagi davlatlar Rusya'nın Ukraynaga hujum qilishini qabul qilamizmi, ama Rusya'nın yanında turdi. Bunda bir ciddi paytda Rusya'ya karşı çıkanlar kim bo'lsa bo'lsin, kuchliklarni Rusya bir taraf qilolmaydi, ojizlarni hamda
bozay qildigan va ziyon beradigan ahvollarni bo'lib qilish mumkin. Yevropa başka devlette yaşayan Uygurlarga bizning bo'lmaydi, O'rta Osiyodagi Uygurlarga belki bir manfiy bir ahvol yaratib qilish mumkin. Belki deyapman. Shuningga bu nurg'un yerlarda namoyishlar bo'lyotdi. Aslında Ukraynalıklar misaliga Kanadada, nimada Amerikada, Angliyada, Fransiyada nurg'un diaspora bor bularnincha. Hatta şu yaşayotgan devletlarninki üniversitelerge pul berib turib Ukraynacha tilda mayli til bo'lsin, mayli adabiyot bo'lsin, ashuna kurslarni ichishga pul yardım kelganda bular diaspora mushu jihatdan kuchli. Amerikada mı shunday? Nurg'un üniversitede mushu Ukrayna bilimini ügütüdügan müştak üniversitelerde kurslar var. Bununla pul yardım kılışka. Ama bu namoyish qilish jihatda Uygurlarchilik emas da. Uygurlar mushu keyingi 20 yilda mushu namoyish masalasida ustlashib ketgan gap. Shuningga bu ba'zi Uygurlarni mushu Ukraynaliklarga yardım qilishninki deymiz, haqli bo'lganligini ko'ryapti. Ular bilmaydiki biz ancha-muncha ko'rsatib, biz ancha-muncha qiytlaydi deydi. Shuningga bu tashkilotning nomida emas, shaxsiy nomlarda qo'llab va ba'zi bo'ladi deb o'ylayman. Chunki bu Rossiyaning qilayotganligi butun shu g'arb dunyosi qarshi chiqyapti. Eng kichik masalalardan eng cho'ng masalalargacha bu Rossiyaga besim ishlatadi. Bunda bir paytda Sharq Turkiston davosini shu g'arb devletlarininki qo'llashi bilan hozirgi vaziyatning o'zgarishi bilan biz qo'limizga tushayotgan ba'zi utuqliklar bor. Agar g'arb devletlar bunda bizni qo'llamaydigan bir holga tushib qolsa, bu vaqtda bizga cho'ng bir ziyon bor. Shuningga bu Putinninki bir devletni, ya'ni besilishni pek qo'llamaslik lozim deb o'ylayman. Bu yerda agarda qilish qiyin bo'lsa, jim turilishma bir xil siyosatchi. Endi yana boshqa chetdan qaraydigan bo'lsak, Putin bu Ukraynaninki sharq rayon zemini, ya'ni Donbass degan rayonda ikki viloyat bor. Donetskiy va Luganskiy degan. Bu ikki viloyatdagi xalqning mustaqilligini qabul qildi. Bu nima ma'no chiqadi deganda, bugun Sharq Turkiston va Tibetlarninki mustaqilligini qo'llash Rossiya bo'lmasa boshqa davlatlarma qilsa bo'ldi ekan, bu qayda chiqibdi o'tirga deb bizni xo'shal qilish mumkin. Ama xalqaro qonunlarda bununla ruxsat vermeydi. Çünkü bir iyilik hukukuga ega bo'lgan bir devlet, yani bu statüga ega bo'lgan bir devletni bölüp ve ichida devlet qurish ruxsat berilmaydi. Ama ruxsat berildigan qismi bor. O bo'lsa, mushu rayon yoki mushu bir millatning hokim bo'lgan bu rayon agarda bir mustamlika rayon bo'lgan bo'lsa, u vaqtida 1960 da chiqargan mustamlika rayonni qaytarib berish, ozod qilish degan bir qonun bor. Bir deklarasyon bor. Onunla müracaat qilib bo'ldi. Keyin shuning bilan bu devletning ichidagi millatlar hammasi mustaqil bo'lamiz deb qo'rqqandan keyin ba'zilari shuning bilan 1970 da buni cheklash uchun yana bir qonun chiqardi. 26-25 numaralı kanun. Bu kanunda hem de bu mu bir xil deklarasiya iyilik hukuku bu statüge ega bo'lgan devletni bo'lgili bo'lmaydi deydi. Bu yerda eng neg'izliq tema yoki mazmun mushu mustamlika bo'lgan. Ya'ni mustamlika bo'lgan bir rayonni ozod qilish ruxsatlik bo'ldi, ama mustamlika rayon bo'lmagan bir rayonni ozod bo'lmaydi. Ama bu Putin bunun bu xil bir banani topamadi. Topgan bana Ukrayna hükümeti abaqi degan sharqi ichki viloyatda. Shuningga mayli bir devlet qo'pib A devletninki falanchi rayon, 2-chi rayon mustaqil bo'ldi, biz to'naymiz desimi,
bizga jiq bir foyda ko'ringan bilan uzun muddatda bizga foydali ekemaydigandek turdi. Yana bir narsani unutmaylik, mushu 1933ning oxirlarida Ruslar Sharq Turkistondagi Cumhuriyetni yo'qotishga yelkandi. Ve şundaqla bu Şinseyn'inki evetken adamlarının taleplerini kabul kılıp Şinseyn'in hakimiyet beşide tepkiliş için yardım kıldı. Kural cetten, asker cetten. Ve bizden Cumhuriyetinin yıkılışına Rusya sebep oldu. 44'teki Cumhuriyetini Ruslar kurdu, yardım kıldı, kolladı. Ama bir yer kelgan chog'da sizlar Cumhuriyet degan ism ishlatamizlar 46-yildan e'tiboran ishladingizmi misollar. Haqiqiy jihatdan bu yer bir mustaqil, ya'ni shimol taraf mustaqil bir hokimiyatning ostida. Ama o Cumhuriyetning ismini ishlatkizmadi. 1946-47'de İran'ı bölümende İran'daki Kürtlerini yani Kurtlarını kollab ularga ama bir cumhuriyet ilan qilib berdi. Ularni to'ldi. Ama bir yildan keyinla İngiliz ve Amerika'nın bismidan tüpeyli bunu devam kılamadi. Demekçi bunu memde. Bugün belki seni kollaydı, ertele belki sitüç mümkün. Şununla bu halkara kanundan bir güç ya ki hak almay turup bir devletning ki bunda ilan qilib qo'yishi bir rayonda mustaqil bo'ladi deb ilan qilib qo'yishi bu uzun devam qilmaydi deb o'ylayman. Shuningga umumiy jihatdan bu bir devlet o'zininki yuqori texnologiya va yoki qurol kuchiga tayanib turib yana bir millatni bo'zak qilishi bu bo'lmaydi degan bu ko'z qarashda bizning da'voga qarash lozim deb o'ylayman. Köpten köp rahmet. Hem de yani özümüzdeki davası bilen münasebetli kısımgım kileyli. Hem şu Xitay bu uruştun burun bir xil bu uruş jarayonida bolsa bir xil aşındaq her xil fikir bayan qilib dünya Rossiyani jazolayotganda uningga astırtdan bolsa yordam qilib Rossiyadan qolsam ikkinchi numurliq rezil diktator davlat bo'lib qarilyotdi hozir yana. Anadaki Xitay puhralarımı özününki şu rezil karakterini sosyal medyalarda sözlep yani atom bombası işletiş gerek, kırıp etiş gerek degandek bimani sözleri bilen dünya özünün rezil karakterini yani bir kıtım aşkarlap kişilerin seskinişik sebep olatıdı. Hatta Ukrayna'nın özüdümü qoğlap jürüp bazı Xitaylarını atkan bir ahvallar var ki anadaki şu Xitay'nınki 27 fevraldagi yer shari vaqt kezdida Xitoy abonentlarining ijtimoiy aloqa supsida Ukrainaga qilgan haqoratlik so'zlari Ukrainaliklarda qattiq norozilik qo'zg'adi. Bu Uyg'ur va Tayvan bo'lgunchilarining sababidan bo'ldi. Mushlar ash narsalarni taqib amaliyotda uni birisi yozmasa hech kim taqatmaydi so'zlamasa. Sizningcha Xitoyning Rossiya bilan bo'lgan munosabati bundan keyin qanday taraqqiy qiladi? Hem de G'arb davlatlari bilan selishtirgan chaqda Yevropa bilan selishtirgan chaqda Xitoyniki Rus bilan bo'lgan savdo munosabati nihoyat oz salmoqni egallaydi-ki. Acaba bularning do'stligi texmi shu o'zining xarakteri sababidan yiqilishami yoki bu iqtisodiy sababdan hamda oxirlash mumkinchiligi bormi yoki mushbiti bu ikki diktator bir-birisidan ağırlanmay sürkülüşüp yanıla ağırgıcı mengiş ihtimalliqim bormi? Rahmet. Hoş, bu Rusya bilan Xitoyninki munosabati uzun müddetli degan vaqtida hozirgi bu ittifoqdoshlik munosabati davom qilmaydi deb o'ylayman. Rusya Xitoy munosabatining kelgusiga qarasak 3 xil ehtimol bor. Birisi hem de düşman devlet buluş ki tarihte şunda bo'lgan. Hem de Xitoyninki bir maqal temsil emas, öz vaqtida bir tefekkür Şunzininki sözü asmanda ikki quyosh bo'lmaydi, yer yuzida ikki podshoh bo'lmaydi. Shuni onda bir o'xshash rayonda hamda
iki güçlük devlet bir yerde bulamaydı. Hem de 2 yıl evvel Putin xalqaro muxbirlarni kutilish yig'inida bir gapni deb soldi. Birisi so'rgandi, Amerika Xitoy orasida ticari urushlar bek avgit bordi. Rossiya bu chetdagi pozitsiyasi nima deb so'raydi. So'rasa Putin tuyuqsizlar Xitoyda bir maqol tamsil bor. 2 yo'lbars urushsa sen shu bir to'piga chiqib ularni kö deydi. Xitoyninki bu so'zninki oxirgi ma'nosi, ya'ni bu 2 yo'lbars biri yaralanadi deydi. Ba'zan da biri o'ladi, biri yaralanadi. Shuningga har 2 yo'lbarsni qo'lga tushagan bo'ladi. Putinninki bu tuyuqsiz bunda bir gapni ishiltish ya Xitoy ichidagi bu so'zni yaxshi bilmaydi yoki ichidagi tuyg'uni ifoda qildi deb o'ylayman. Çünkü bu kelgusida Xitoy kuchlangan sari Rossiyaninki tishi patmaydigan bir Xitoy paydo bo'ladi. Bu Xitoyni hal qilish shunda tez bo'ladi. Xuddi bir daraxt yo'g'rab ketgandan keyin ishtasami yiqilmaydigan, chopsami yerilmaydigan, tosh bilan ursami jinim bo'lmaydigan bir holiga kelgan chog'da uningga jang echish yoki uni bir narsa qilish pek qiyin bo'ladi. Ama ko'chat vaqtida uni qanday bo'za qilsam bo'ladi. Shuningga bu kuchlanayotgan Xitoy bilan birlikda bu ikkisininki munosabati balki yiriklashishi mumkin. Bu bir xil ahvol. İkinci bir ahvol bo'lsa, bu normal devletler deydi, bu xalqaro munosabatda. Yani bugün devletler arasında ticaret münasebeti var, anca siyasi, iktisat, teknoloji, normal kitbagan devletler var. Onunki, o xil devletler nemdir? Normal devletler münasebeti deydi. Belki mundaq bir devlet buluş mümkün. Üçüncü bir xili, hazır deb ötken, yani bu ikisi birlikte hareket kılıp, G'arbga birlikte karşı çıkıdığan bir ittifaqdosh devlet haliga aylanishmi mumkin. Bu uch xilninki ehtimoli qaysi degan vaqtida qisqa muddatda shu normal devletlardek devam qilish mumkin. Uzun muddatda balki arasındaki jidallar chiqish mumkin. Bu ittifaqdosh ahvoli balki 3-cü ehtimolidir deb o'ylayman. Sebep ne birisini dedim, Xitoy yükselgenden keyin Rusya onu bir taraf kılamaydigan bir haliga kelib qoladi. İkincisi Xitoyninki shu nima deymiz, bu zihniyatninki, tushanchaninki, ideyasiningki kodi, DNA, DNA bu yerdaki düşman hukumi birisi Rusya, birisi Japonya. Biz hazır ko'rayotgan Amerika Xitoy uchun hem düşman hem do'st deb ikki xil psixologiya bilan qarayotadi Amerika. Shuningga bularninki tegidekda, ya'ni shu Rossiyani dushman deb ko'rdi. Chunki to'may Rossiyaning tatib olgan to'proqdan so'z etib turyapti. So'z ichib turyapti. Buni shu o'rta maktabdan universitetgacha derslik kitaplarda bunlar yazılıvadı. Ve şu vaqtida bu Cihangirlar bizni bo'za qilgan joyda shu Rus mubbati en ko'p shu Rus bizning to'proqni tatib olgan deydi. O to'proqmi Xitoyning to'prog'i emas, Manchur imperiyasining to'prog'ida. Bu hukm boshqa keyin bir vaqtlarda damiz bu birimizga o'xshamaydigan hukm. Demek ki xalqini o şekilde hatırlatıvadı. Ertesi gün Rusya acizlab qalsa, Sibirya rayonlar Xitoyninki ta'sir ostida qilish mumkin. Xitoyning Sibirya rayoni bilan Sibiryaninki bu janub tarafi, Xitoy tarafidagi nüfus bilan selishtirgan chog'da Rusya 1, Xitoy 30. Yani Xitoyninki nüfusning qo'yiqligi o'xshash rayonda 30 Yani bu nüfus Sibirya rayonlarına sınıp kirganligini biliyordunuz. Ertesi gün bu Xitoyning nüfusu ko'payishininki ansirashni bazı Ruslar bunu biliyordü.
Qanda biliyotidu deganda Rusiyada bir chaqchaqlar bor ekan. Putin agarda mushu Cumhur reis bo'lman deydigan bo'lsa, davlat reisi bo'lman deydigan bo'lsa, ikkinchi ko'pchilikdagi millatga murojaat qilsa deb. Bu kimga desa Xitoylar deb. Ya'ni Xitoy ruslardan keyin ikkinchi ko'p sondagi inson bo'ladi degan. Ya'ni Xitoy sening bilan jang qilmay turib nüfusni ashaga yutkavyotdi degan gap. Misolga bizningki mushu Altay rayonininki yuqori qismi Rusiyada Altay rayonlari deydi. Bu yerda bir bizningki qadimiy urug' tuqqanimiz bor, ya'ni Türk xalqininki birisi. Teleot deydigan. Bular belki şu 3000 aile etrafta belki bularning hammasi yig'ilganda. Ama bularninki qizlari ko'pi Xitoy bilan to'y qildi. Ondan keyin bu kichikina bir rayonda Xitoyning soni ko'paygachga bu yerda boshlang'ich maktab qurishdi. Yani bu küçük bir misalını beryapman. Keng bir rayonni ag'amoqda Xitoyninki sonining ko'payishi ertugün bu rayondagi nüfus tamponligini, demografik tamponligini buzib qo'ydi. Bular Rusiyani ranjida qildigan. O Xitoy hozirla tönügün bir boy bo'lgan bir adam, keyin boy bo'lgan odamlarninki bir xuylari bo'ldi-ku. O'zini bilmaydigan mashina. Xitoy mana shu yo'lga kiryapti hozir. Ertugün kuchlansa tegmashda qiladi. Ruslar buni ko'taramaydi. Shuning bilan bularning orasidagi munosabatlar yiriklashadi. Bunlar bilan birlikda yana bir sabab bo'lsa, g'arbliklarma bu ikkisininki ittifoqdosh bo'lishini xohlamaydi. Shuningga orasig'imi ancha-muncha zidga soldigan ishlarni qilish mumkin. Bundan keyin yana yadro kural ile tehdit sağlandan keyin insanlar hem de Rusya'dan tatınıdı ve netice alalaydıgan bazı planlarını kılışmı mümkün. İkisinin arasını bozuvatıdı diyen gapni hazır hem de Ruslar Xitoy davatıdı. Putin mi davatıdı, Xi Jinping mi davatıdı. Bizning aramızda bozmakçı bular. Biz onda o tuzaklarga düşmeymiz, biz diyen onda fitneye işlenmeymiz davatıdı. Demek ki bu gapni alaydı üst seviyedeki liderlerin ağzını çıkan kargancada bir yerde bir ensreş meselesi var. Şununla bu g'arbliklarma şu faaliyetini ilip basa, iki devletin arasındaki ebeki digen jirik münasebetler olsa, iki devletinki halkı birbirisiga bo'lgan öşmenlikler güçlense, o vaqtida hem de bu ikisininki münasebeti pek yakın bo'lib ketmaydi. Ama düşmanlığı aylanmaydı. Çünkü kısa müddet içinde bu ikisininki düşmanı ortak. Yani bu Garp. Bu ortak düşman var. İkincisi bu iki devletin arasında kural ticareti var. Belki burunki vakitler kargancağda bu kural ticareti azaldı. Yüksek teknoloji mal setilgaçka, yani kurallar setilgaçka, o pulninki raqam jihatdan yuqori ko'rinsimi, ama miqdor jihatdan, yani ko'p va oz son bilan qaraydigan bo'lsak, azolyapti. Undan keyin bu tabiiy gaz, doğal bu nefitlar bor. Bu ikki davlatlar orasidagi bu munosabatga yaqin. Bo'libmi shu liniya bilan yutkavyotdi, poyezd bilan yutkavyotdi, boshqa bir ehtimol bilan imkonlar bilan yutkavyotdi. Ya'ni Xitoy bozori bu neft va tabiiy gazga to'ymaydi. Qanchalik avvatsan shunchalikni tashlayoladi, iste'mol qila oladi. Shu sabablardan tufayli ikki davlat arası darhol buzilib ketmaydi. Yani hem G'arbga qarshi chiqish uchun hem de arasındaki bu xil ticaretlerini devam qildirish uchun bir vaqtincha buzilmaydi, ama ebaqi degandek normal davlatlar holiga kirib kelish mumkin asta-asta. Her ikisi bir-biridan tatınıdı, her ikisi o tarixiy voqealarni esiga turdi.
Her ikisi bir-birisiga bo'lgan gumonlar borgansiri kuchlandi. U vaqtida mesafelik hamkorlik munosabati devam qiladi deb o'ylayman. Rahmat deganingizdek, Uyg'urlardan bir ot so'z bor, og'zida kulki chaqchaq, qo'ynida palti pichoq deb Rossiya bilan Xitoyning munosabati burundan shu shaklda davomlashib ketibdi. Lekin Bizning ikki Uyg'urlarda bir maqol tamsil var. Misaliga Ruslar bilan do'st bo'lsang, oypaltanni unutma, Xitoy bilan do'st bo'lsang, xanjirini unutma. Demek ki bu ikisi bir-birisiga qarshi kelgan chog'da hammasi Ruslar oypaltini orqaga tutib saqlaydi, Xitoy bo'lsa xanjarni saqlaydi. İkisininki ahvoli mushundaq deb o'ylayman. rahmat. Demak, bu ikkisiniki shu diktator razil bir hokimiyat bo'lganligi uchun shu tarafda do'stlik bo'lmasa, amaliyotda haqiqiy bir do'stlik yoki ittifoqlik mavjud emas ekan bu Xitoy bilan Rusning orasida. Ko'rayotganlar nihoyatda jiqkan, hozir tushayotgan savollarmi to'xtamay savollarni so'rayotdi. Oldida vaqt bo'lsa 1 soat bo'lib qolibdi. Oxirgi savoldan keyin agar vaqt bo'lsa bir jamoatniki savolini qo'shib qo'yaylik. Hamda oxirgi savolim hozirgi vaziyatda dunyoniki shundaqla butun Uyg'urlarniki diqqatim shu Ukraina vaziyati qarilib qoldi. Uyg'ur masalasi balkim bir mezgil bu masala tufaylidan oldin qo'rinda turolmasligi mumkin. Dünya Ukrayna bilan bo'lib ketish ehtimolligim bor bir shu urush jarayonida. Shunda bir vaqtda biz qaysi fursatlardan foydalana olamiz yoki Xitoyga qarshi o'zimiz bir fursat yarata olamizmi shu hozirgi Ukrayna vaziyatida? Bu to'g'riliq bir so'zlab bergan bo'lsangiz rahmat. Ha, to'g'ri, shu o'tgan yil 8-oydami shunaqa bir qisqa vaqtda bo'lgan, chunki u voqea qisqa o'tib ketgachga, ya'ni Amerikaning Afg'onistondan chekilishi. Bizningki Uyg'ur masalasi xalqaro kun tartibidan asta-asta tushib qolgandi. Ammo keyin yanada yuksalib chiqdi. Ilmi Allohga shukr. Chunki 2018dan beri dunyoninki kun tartibida muhim bir yerni egallab kelyapti. Ama Ukrayna meselesi eğer de uzayıp gelse, o vaqtida bizninki kun tartibda devamlı turuşumuz biraz kıyınlaşırdı. Çünkü bu Rusya abey degandek Rus halkınınki, Rus askerlerinki o karakterden tüpeyli, bularınki G'arb bilan bo'lgan munosabatlar yirikleşkeşke devamlı bir kun tartib yaratalaydı. Bu kun tartib hamda xalqaro kun tartibni egalligashga bizningki mesele shu kun tartibdan tamamen tushib qolmaydi. Ama arlab yani yerini olgan bo'ladi, ama bizningki shu paytda shu fursatni chin tutib tezlik bilan ba'zi ishlarni qilib olaylik degan planimizmi biraz ziyonga tushib qoladi, ziyon tortib qoladi. Şununla Ukrayna meselesi eğer de Rusya utup çıkan olsa Xitoyni cesaretlendirdi hamdi. Xitoy ondan keyin qo'rqmay Tayvanni olaman deb qo'rqdi. Eğer de Putin tutamasa acizleşip yani tezlik bilan acizleşip şu Ukrayna'dan çıkıp ketishga mecbur qolgan bo'lsa, en başta degandek Rusya'nın ichidima bir xil siyosiy va jamiyat xarakterli masalalar olib kelsa, u vaqtida balki bizningki tekrar kun tartibga kelishimizmi yana bir talaylik bir ahvol yaratadi deb o'ylayman, bir muhit yaratadi. Ama uzayib ketsa, u vaqtida bizga bergan yani ziyonlar biraz ko'proq bo'ladi. Hamda bu Sharq Turkiston davosi bilimiz shu xalqaro vaziyatga tayinib turib, shu davoni ilib borgan bir xil uslub bo'lg'achqa, chunki biz xalqaroda bizningki hech nimamiz yo'q. Pul desa pul yo'q, kuch desa kuch yo'q, iqtisod desa yo'q, harbiy desa yo'q, nima desa yo'q. Shu aql qolgan gap shu. Shu aqlni ishiltib turib, shu o'zgargan vaziyatdan
qandaq qilib aş to'g'ashni o'g'irlab ilib olish. Bu ish bu bo'lg'achqa xalqaro vaziyatning o'zgarishi bizni bekla ta'sir qiladi. Bunda bir paytda o'zimizningki avval siz degandek kun tartib yaratalaydigan bir qobiliyatga kelish lozim. Ya'ni Sharq Turkiston masalasini dunyodagi nurg'un masalalarga bog'lash. Misalga Ukraina masalasiga bog'lab chetishib qolsa, Ukraina masalasini ig'iz olgan taqdirda Uyg'ur masalasini ham tilga ilishga majbur qiladi. Misalga deylik, Xitoyniki Olimpiad o'yini davom qildi. Devam qildi-yu, ammo mushu nima Olimpiad o'yinini tanqid qilgan maqolalarda hammasida Uyg'urlarni tilga oldi. Bu bog'landi degan gap. Misolga Amerikaningki chiqargan majburiy xizmat, majburiy emgakga qarshi bu qonundama nurg'un cheklamalar var. Nurg'un shirkatlar Xitoy bilan endi ravon tijorat qilolmaydigan holga kelyapti. Sharq Turkistondagi bo'libmi Sharq Turkiston tijareti, Pinkvan bilan bo'lgan tijaretimi qiyin ahvolga tushib qolyapti. Mushu shirkatlar ticari veya iqtisodiy munosabatini davom qilgan taqdirda yana Uyg'ur masalasini kun tartibga kelgili bo'ldi. Misolni da'votiman. Misol Tayvan masalasi, Hong Kong masalasi degan vaqtda Uyg'ur masalasini yana kun tartibga kelgili bo'ldi. Shuningga hozirgi bizningki tashkilotlarningki va bu ishni yaxshi biladigan mutaxassislar hozirgi paytdagi Uyg'ur masalasini, Sharq Turkiston masalasini mushu seviyadan qanday yuksalgan bir seviyaga bog'lash uchun qamoqlarni har qanday masalalarga bir bog'lab yiqish lozim. Ammo har narsaga qamoq atqilib bo'lmaydi. Chunki bugün atkan qamoq ertesi seni ilip ketish mümkün. Şundan aldı keynini yaxshi o'ylab, analiz qilib, ondan keyin asta-asta mushu xil nimalarga, masalalarga bog'lash lozim Uyg'ur masalasini. Ondan boshqa mushu yerlik tashkilotlar va har davlatda faoliyat ilib yurayotgan tashkilot demakchi. Bu tashkilotlarma o'zining yashayotgan davlatlarda, majlisda, hükümette ve mushu cemiyetteki NGO teşkilatlarıyla münasebetlerini derhal yakın kurtup, ularınki bazı faaliyetlerge katılış bile özümüzünki bazı meselelerini anlatıp durup, ularınki bir meselege aylandırış lazım. Yani Amerika-Xitay münasebeti degen vaxtıda Uygur meselesi çokum o münasebette bağlanış lazım. Bu vaqtda biz kun tartibga kelgan bo'lamiz. Bu hozirgi chiqqan qonunlarni hammasini, hatto Magnitsky degan qonunni butun shu dunyoning g'arb davlatlarida, demokratiya davlatlarida buni qabul qilib va o'shaning o'xshaydigan ba'zi qarorlarni og'zadigan ishga kirishmoq lozim. Ham xalqarodagi cho'ng masalaga bog'lash hamda bu davlatningki ichki siyosatlariga bog'lab qilgan taqdirda bizningki Uyg'ur masalamiz kun tartibda, xalqaro kun tartibda yana davom qiladi deb o'ylayman. Agarda mushu fursatni qochirib baribir xalqaro mushtaq qilgan bu bizni mushtaq egishib bersak bo'lgan bu degan vaqtida tarix oldiga qarab mangdi, tarixning choqi oldiga qarab mangan vaqtida chiqqan to'pchangning ichida biz qolamiz. Shuningga biz tarixni yetaklaydigan va tarixni boshqara bir holga kelish lozim. Bu yolg'izla aql ketadi. Shuningga qilgan nurg'un ishlar bor va darhol qilgan ishlar bor. Bizim için qiyin bir bosqich kelyapti. Ammo qiyinni tutib olsa, texmi cho'ng qutuqlik bo'ladi. Buni unutmaslik lozim deb o'ylayman. Xo'sh. Rahmat. Agar mumkin bo'lsa bir savol, jamoatning savolini qaytib qo'ysak vaqt bo'ladimi? Tamam. Bu yerda bir qarindishimiz shunday savol so'rabdi. Agar Amerika bu qatimliq Ukraina to'qinishida
Hmm, mush to'qinish jarayonida o'zininki liderlik o'rnini qaytirib akilalash imkoniyati bormi? Bu to'qinishga inkas qanday bo'yatidi? Amerikaningki rahbarligi yetarlikmi degan bir savolni o'tirib qo'yibdi. Buningga oxirida shu savolni qilib programmamizni oxirlashtirsak rahmat. Tamam. Bu Amerika şu Afganistan ve Irak işki jangdan keyin yer shaharni ta'sir yetkazolmaydigan kuchni asta-asta tatqizib qo'ydi yoki ojizlashtiribdi. Bu ojizlashishning sababi birisi Amerikaningki şu Sovetlar ittifoqi yemirilgandan keyin dunyoga yangi bir sistem, yeni bir tüzümle ekilishga tirishish lozimdi. O vaqtida Amerika yalnız bir şeyga yer shaharni ta'sir yetkazolmaydigan kuchdi. Hozir bütün kuchlar arasında yani Amerika en güçlü. Ama mening davatqanim bütün yer shaharni ta'sir yetkazolmaydigan kuch yalnızla yegane Amerika'dır. Şununla bu fırsatni biraz kaçırıp koydu. Onundan keyin bu yükselgen güçler oldu. Misalga Xitoy, Hindiston, Rusya, Brezilya degandek. Bular yükselgendeki Amerika'nınki yer shaharni ta'sir yetkazgan kuchni qismini tatib olgan bo'ldi. Bu siyosiy, iqtisodiy, xavfsizlik her sahada, misal teknoloji ishlab chiqarish, mayli qurol bo'lsin, mayli qolgan xalqlarni iste'mol qilgan nimalar bo'lsin, mahsulotlar bo'lsin, bularni boshqalarimi ishlab chiqara olgandan keyin Amerika undan keyin bu yerda ba'zi kuchni tatqiz qo'ygan bo'ldi. Agarda bu qitim Ukrayna meselesinden Rusya'nı şu Ukrayna'ya bağlap durup Afganistanlaştırmak, Vietnamlaştırmak degandek bir siyaset hakikaten bo'lgan bo'lsa, Rusya'nı meşege patırıp qo'ygan bo'lsa, o vaqtida Amerikanınki nimasi raqibi Xitoy bo'ladi. Agarda Rusya bilan Xitoy ikkisini hal qila olgan chaqda, tizgin qila olgan chaqda Amerika kona holiga yana kelalaydi. Hazır bu Amerika için yaxshi bir ahvol yarattı. Çünkü Avrupalıklar, G'arbliklar Amerikaga qarta bazı mezmun temalarda yakın ama ko'p temalarda mezmunlarda jiroqdi. Tatliq gap, yaxshi gap bo'lgan bilan amaliy bir ishlarda qimmatdi. Maqatim Ukraynaga hujum qilgandan keyin bular haqiqiy real bazı ishlarni qilishga boshladi. Bu bir yaxshi başlanış. Amerika buna yaxshi işletilgan takdirde Amerika'nı Amerika qilgan aslında şerik devletlerininki kuchlar bo'ldi. Shuningga agarda bu ittifoqda şerik devletini yeni alalasa Amerika yani kona holiga akilalaydi ama bir narsa bor, yenilik. Bu yerda degan yenilik yani burun yok icadi qilingandan keyin bir terakkiyatni yaratish. Yani innovation. Bunu qila olgan taqdirda Amerika bo'ladi. Neticede Amerika qilgan mushu aqldir. Amerikani 4. yoki 5. kuchi deydigan bir kuch bor. Bu bo'lsa think tank kuchidir. Yani aql ambiridir. Amerika qilib kelgan mushu sanga o'xshamaydi, menga o'xshamaydigan Ali fikirler, göz qarashlar, planlar boğaşqa Amerika bütün devletlerine qarag'an chog'da bir qadam oldida desatmaydi. Shuningga Amerikaningki dunyoda 7000ga yaqin aql ambiri bor. 3000dan chiqarig'i Amerikada. Shuningga Amerikaningki bu jihatda ba'zi nimasi bor, avantaji bor, ya'ni alaytligi bor. Özelliği var. Bunu mu işletip durup Amerika yani tekrar Amerika buralaydı. Yani bir mesele var. Amerika'nınki alaytligi bu başka devletlerde var ama Amerikacılık emez. O bolsa meseleni baldur köreleydigan. Baldur körüp onun dinkin bir xil
mesuliyetten tüpeyli belki ya ki başka sebepten yani bu meseleni çoğaltıp Amerikalıklarını biraz oxtumen dep çöçtü. Şunun aşının karda tedbirini baldur alalaydı. Amerika devleti kurulgandan beri ne çıkıtım krizisge kırdı ama köp her zaman bunu hal kılalıdı ve en mühimi boğan revize kılış. Yani mevcut boğan nesne terakkiyatını özgertip turup onu terakkiyatını devam kıldıralıgan. Özü davalap kılalıgan bir kabiliyet var. Mesela Sovyet İttifakı bir krizge kırdı, yok ketdi. Amerika neçe krizge kırdı bugünküce ama her ketim aşı özünü yığınlap, terakki kılıp, muşkünkücü keldi. Şununla her yani ihtimal cetten deydigan bolsak Amerika'nın ki taliba şu toğur işini kılalgan takdirde. Ama şu Rus ve Xitayni tizginleştirilmezse bu iş biraz kıyım. Hoş. Rahmat. Qimmatli vaqtingizni chiqarib programmamizga kelganingiz uchun ko'pdan ko'p rahmat. Men rahmat aytaman. Sizningki xizmatingizning, ishlaringizning texnik utuqliq bo'lishini umid qilamiz. Shuning bilan bugungi programmamizni mishada oyoqlashtiraylik. Qadrli ko'ruvchilarimizning qimmatli diqqatiga rahmat. Saytimizni texnik yaxshilash uchun fikr taklifinglar bo'lsa qizg'in qarshi olamiz. Aziz ko'ruvchilarimizning kanalimizga a'zo bo'lishini va hamkorlikni unutib qolmasligini umid qilamiz. Allohga emanet, xush vaqt bo'linglar.